Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündüzlük haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsız diqqatinglar ekranımızda olsun. Xitoy Janubiy dengizda havo mudofaa farqlantirish rayoni qurishni planladi. Janubiy Xitoy Atiganlik gazetining 2 iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Janubiy dengizda havo mudofaa farqlantirish rayoni qurib chiqishni planlagan. Bildirilishicha, havo mudofaa farqlantirish rayoni havo bo'shlig'iga o'xshamaydi ekan. Garchi Xitoy havo mudofaa farqlantirish rayoni qurib chiqmoqchi bo'lgan rayonga aloqador xalqaro qonunlarda boshqarish tavalligi bo'lmasa-mu, ammo kirmoqchi bo'lgan aeroplan cho'qim davlat havo mudofaa farqlantirish rayoniga kirishning oldida qarshi tarafga xabarlantirishi kerak ekan. Xitoy armiyasidagi ismini oshkorlashni xohlamagan bir shaxsning oshkorlashicha, Xitoy 2010-yildan boshlab qurish planini muzokara qilgan. Buning ichida Xitoy va Sharq Janubiy Osiyo davlatlarining zamin majrosi bor Spratli oroli va Pilatus oroli bor ekan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, Xitoy doiralari havo mudofaa farqlantirish planini e'lon qilish uchun muvofiq payt kutmoqda ekan. Agar Xitoy rostilla Janubiy dengizda mazkur sistemaning bekitilganligini e'lon qilsa, Amerika va Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari bilan to'qinishib qoladi ekan. Rayon jiddiyligi texmo keskinlashadi ekan. Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi Trampga yo'llandi. 27-may çarşamba günü Amerika Avam Palatası 2020 yıllık Uyghur Kişilik Hukuk Siyasi Kanun layihasini birga qarshi 413 ovoz bilan ma'qullagan edi. 2 iyun seshanba kuni Amerika Avam Palatasining raisi Nancy Pelosi xonim mazkur qonun loyihasini Amerika Davlat Majlisi binosidagi murosim ishxonasida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida imzoladi. Nancy Pelosi xonimning Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini imzolash murosimi tunugun 2 iyun Amerikadagi Fox qatorliq muhim xabar kanallarida naq maydondan tarqatildi. Nancy Pelosi xonim so'zini bugun o'zlarining bu yerga Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini ma'qullash uchun yig'ilganligini bildirdi. Va bu qonun loyihasi Xitoy Kompartiyasiga Uyg'urlar yo'l qo'yayotgan kishilik huquq dafsandichiligidan to'liq xabarimiz borligi haqida berilgan kuchli signaldir dedi. U shundaqla mazkur qonun loyihasining vujudga chiqishi va har ikki palatadan ma'qullanishiga kuch chiqargan Marco Rubio, Christopher Smith, Bob Menendez qatorliqlarning ismini birma-bir atab turib, o'zining alohida tashakkurini bildirdi. Nancy Pelosi xonim yillardan buyon Xitoyda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandichiligini oshkorlash ham uning ta'siriga uchirganlarga sizlar yolg'iz emas deganni bildirish uchun ko'p tirishchiliklar ko'rsatildi. Zulm qilguvchilarning eng og'ir jazolash vositasi bo'lsa, zulm qilinuvchilarga sen bilan hech kimning kori yo'q, sana hech kim ko'ngil bo'lmaydi deyishdir. Biz shundaq deymizki, mana biz ko'ngil bo'limiz va biz buni Xitoy rejimiga bildirib qo'ymoqchimiz. Mushu sababdan bugun har ikki partiya a'zolari tomonidan zo'r qo'llashga erishgan bu Uyg'ur qonun loyihasini prezidentning qo'l qo'yishiga avatish nihoyatda zo'r sharafdir dedi. Nancy Pelosi xonim so'zining davomida bu qonun loyihasining imzolanishining dal Tiananmen qirg'inchiligining 31 yillik xotirasiga to'g'ri kelganligini alohida eskartdi. U Tiananmen voqeasi bo'lib, oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-mu, mayli Tibet, mayli Hong Kong, mayli Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulmdan qaraganda Xitoyning kishilik huquq xotirasida qilchilikmi yaxshilanish bo'lmaganligini eskartdi. Nancy Pelosi xonim so'zida biz bu jihatda xizmat qilayotgani shuncha yil bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoyning kishilik huquq xotirasida yaxshilanish bo'lmadi. Ammo biz to'xtab qolmaymiz. Agar kunlarning birida biz savdo munosabatlari sababidan Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligi haqida so'zlashdan to'xtab qoladiganmiz, u holda biz dunyoning har qanday yerida kishilik huquqdan so'z etishdagi ma'naviy huquqimizni yo'qotib qo'yamiz dedi. Nancy Pelosi xonim so'zni oyoqlashtirgandan keyin mazkur qonun loyihasining ro'yobga chiqishida zo'r rol o'ynagan Amerika Avam Palata a'zosi, Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Christopher Smithni so'zga taklif qildi. Christopher Smith so'zida Nancy Pelosi xonimning Xi Jinpingning qirg'inchiligiga uchrayotgan Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lganligiga rahmat aytdi va so'zni mundaq davom qildi. Bu sepi o'zidan qirg'inchilik. Hozir milliondan ortiq odam yig'ilish lagerida. Yana millionlagan odam har kuni parokandachilikka uchrayotdi. Oilalar vayron qilindi deb ko'rsatdi.
U so'zi davomida yana lager shohidi Mehrgul Tursunning bayonlarini naql keltirib turib, lagerdagi Uyg'urlar uchrayotgan qiyin qistoqlarning qanchalik darajada ig'irligini tushuntirib o'tdi. U so'zida yana Uyg'ur millatining hammasining dal Xitoy raisi Xi Jinpingning bir qo'lliq yo'l yo'riqi bilan to'sqinlik qilg'uchi barliq omillarni rahimsizlik bilan yanchib tashlash shaklidagi zolimlarcha zulmiga uchrayotganligini ta'kidladi. U so'zi davomida bu qonun loyihasiga qisqacha tushuncha berib, bu qonun loyihasi bo'yicha oldimizdagi kunlarda zulmga sherik bo'lgan Xitoy hukumat amaldorlarining tizimlanib chiqildiganligi, ularga viza cheklamasi qatorliq bir qator jazo tadbirlari qo'yildiganligini bildirdi. Bayonot e'lon qilishdan keyin Nancy Pelosi xonim Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga rasmiy imzo qo'ydi. Natijada 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi rasmiy holda Amerika prezidenti Donald Trampga yo'llangan bo'ldi. London Xitoyni ogohlantirdi. Fransiya Xalqaro radiosining 2-iyundagi xabarda bildirilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Rob seshanba kuni Angliya Avam palatasida Xitoyning davlat bexatarligi qonunining Hong Kong nusxasidan voz kechish fursati borligini, bo'lmasa Xitoyning qarshilikqa duch kelganligini bildirdi. Rob Angliya Avam palatasida qilgan so'zida munolarni bildirdi. Xitoyning bu to'g'riliq o'ylanishga, qiyodan chekinishga fursati bor. Hozir xalqaro jamiyat bir tarafda, Xitoy yana bir tarafda turmoqda. Xitoy cho'qim tanlashi kerak. Agar Xitoy hech ish bilan kori bo'lmay deganni qilsa, o'zining yo'lini to'sib qo'ygan bo'ladi. Hong Kong yuksak avtonomiya huquqiga buzg'unchilik qilib, davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'ysa, Angliya xalqarodagi davlatlar bilan ittifoq qurib Xitoyni jazolaydi. Angliya hargiz Hong Kongda yuz bergan ishlarga qarab turmaydi. Angliya tashqi ishlar ministri yana Angliya Xitoyning qad ko'tarishni to'sishga urinmaydiganligini, Xitoyning xalqaro oilaning bir a'zosi bo'lish sifati bilan uning bilan savdo va klimat qatorliq barliq masalalarda suhbat elib berishni umid qildiganligini, agar Xitoy davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasini ijro qilsa, Angliya Hong Kongdagi chet el pasporti bor angliyaliklarni Angliya fuqaroligiga oladi deganlarni bildirdi. Xitoy qurultiyi 5-oyning oxirida Hong Kong masalasiga bo'lgunchilik, terrorlik va chet elning aralashishiga qarshi turish uchun davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasini ma'qullagan edi. Xitoy bilan Hindiston munosabati jiddiylashishga qarab yuzlanmoqda. Hindiston vaqt gazetasining 2-iyundagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning rayonda kuch tangponligini tadrijiy o'zgartib, hukmronlik o'rnini tiklashga urinish harakati sababli Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi jiddiy vaziyat kuchayishga boshlagan. Hindiston vaqt gazetasi Xitoyning rayondagi o'yinlarga nazar sarlavhalik tahlil maqolasi e'lon qilgan bo'lib, maqolada Ladakning sharqidagi Galvan vodiysiga Hindiston bilan Xitoy armiyasi o'rtasidagi tirkishish ikki tarafning o'z maydonini ta'kidlash bilan davom qilayotganligi, garchi o'tgan bir qancha yilda yo'lga qo'yilgan mexanizmda davomli suhbatlashish orqali jiddiylikni pasaytirish mumkin bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ochqishliq masala Xitoy askarlarining amaliy kontrol siziqiga xiloflik qilib egilib olgan rayonni o'zining qilib olishga uringanligi. Agar Xitoyga yer yuzidagi paketlarni o'zgartib bergan taqdirdami to'xtab qolishi mumkin emasligi, Xitoyning daxli taruziga uchragan yerlarning ko'pinchisi Xitoyning qo'lida ekanligi, Xitoy Hindistonga Hindiston tarafidagi chegara ul aslaha qurilishini to'xtatishni, hatto yasalgan qurilishlarni cheqishni talab qilganligi, Xitoyning o'yinlari o'xshashlar Janubiy Xitoy dengizi, Tayvan bo'g'ozi va Qizil dengiz qatorliq boshqa yerlarda o'ynalayotganligi Hindistonning Xitoyning benormal harakatiga qarshi unumli qarshi turish strategiyasini taraqqiy qildirish kerakligi bildirilgan. Hindiston kundalik TV xabarida Xitoyning ig'ir tipdagi qurollarni Ladakh rayoniga yo'tkayotgan sillar ko'rsatilib, Xitoyning chegara rayonida kuch tangponligini buzib, ziddiyatni kuchaytirib, rayonga hukmronlik qilish ham xiyolda bo'layotganligi bildirilgan. Xitoy yana bir qatim chet ellardagi Uyg'urlarni qoraladi. Xitoy rejimining qonuniy bo'lgan yer shari vaqti gazetasi orqama-orqadan ikki parcha bosh maqola e'lon qilib, chet ellardagi Uyg'urlarni yolg'on xabar tarqatmoqda deb aybladi. 1-iyun kundagi maqolasida Xitoy rejimi tarbiyalash markazlaridagi kursantlarning butunlay jamiyat qo'yniga qaytib kelganligini ta'kidlab, bu markazlarda birmi odam qolmagan tursa, qandoqsiga Xitoy virusi tarqalishining xiyim xatiri mavjud bo'lsin deb savol qo'ydi. Sahiya nazoratining noziri Mutallib Ro'zi bu haqda muxbirlarning savollariga javob berganda yuqorqi so'zni qilgan. Shundaqla bularning chet ellardagi Sharq Turkistonchi dushman kuchlarining dunyoni virus qoplagan bir paytni g'animat bilib,
Xitoyga qarshi kuchlar bilan birlashib o'ynayotgan o'yini ekanligini, bu joylarda virus yo'qishdan ansiraydigan birmi tutqunning yo'q ekanligini ta'kidlagan. Mazkur gazetning 2-iyundagi maqolasida bo'lsa, chet ellardagi Sharqi Turkistoncha dushman kuchlar davlatimizning inoq va ijil millatlar munosabatini buzish uchun Xitoyning Uyg'urlarni eng cho'ng virus deb qarayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Butun dunyo Xitoy virusidan kelib chiqqan vaboga qarshi turayotganda Xitoy rejimining Uyg'urlarni eng ashaddiy virus qatorida yo'qotish nishoni qilayotganligi davomli tashqi dunyoning diqqatida bo'lmoqda. Amerika Davlat Majlisi boshqarishidagi The Hill, ya'ni To'pilik jurnalining 1-iyundagi soniga besilgan bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, izchil turda diniy e'tiqod erkinligi haqida vaz aytadigan Xitoy rejimi Uyg'urlardagi islom e'tiqodini yo'qotishni hozirgi Xitoy virusiga qarshi turgandimi muhim o'ringa qo'ymoqda ekan. Shundaqla bu kishilarni Allohga emas, balki Xitoy kompartiyasiga va hukumatiga sajda qilishga majburlamoqda ekan. Xitoy raisi Xi Jinping oshkora holda islom asabiyligi virusga o'xshash yuqumliq degan qarashni o'tirg'a qo'ygandan buyon Uyg'urlardagi islom e'tiqodi bilan bog'lanishliq barcha mazmunlar, hatto haroq tamakidan o'zini tortishmi mushu doiraga kirgizib qo'yilgan. Buningga chetilib qolganlar bo'lsa, navbatda millionlagan sondagi lager mahbuslari hamda majburiy emgakka selinayotganlar ekan. Buning bilan navbatda bir qism siyosiyonlar Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik deb atayotgan bostirish qilmishlari o'tirg'a chiqmoqda ekan. Avam palata a'zosi Michael Walters bu vaqtda so'z qilib, Davlat Majlisi dal mushu sababdan Uyg'urlarga doir qonun loyihasini ma'qulladi. Himoyasizlarni himoya qildiganligimiz rost bo'lsa, biz Uyg'urlar uchun o'rnimizdan dast turishimiz lozim. Chunki ular hurlikka muhtoj deydi. Jazo lageridagi Uyg'urlarning chechining tushirib etilishi Yahudilar qirg'inchiligi tarixi bilan selishtirilmoqda. Xotan Lobga joylashgan Xavlin choch buyumlari cheklik shirkatining majburiy emgak qo'llanayotganligi oshkorlanib, Amerika Tamojna va chegara boshqarish idorasining 2020-yili 5-oyning 1-kunidagi buyrug'iga asosan Amerikaning barliq tamojna va chegara ig'izlarida uning mahsulotlari tutib qilinishga boshlagandan keyin, mazkur xabarga asosan Erkin Osiyo radiosining aniqlashlari davomida Lobda 2018-yili qurilgan atalmish Shinjang Xotan choch mahsulotlari sanoat bog'chisida maxsus choch yig'ish, choch yasash, choch buyumlari yasash bilan shug'ullanadigan 30 dan ortiq korxona borligi oshkorlangan edi. Xitoy taratqullari o'zlari tarqatgan videoli xabardan bu choch zavodi sexlarida necha minglagan Uyg'urning odatdan tashqari ko'plagan ko'zitish kameralari Xitoylarning qattiq nazorati va boshqarishi ostida jiddiy ishlayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Lobda yerim pishiqlab ishlangan choch qo'shimcha buyumlarining setish zanjirini aniqlash jarayonida yana Lob noyasidagi o'xshamagan nomda qurilgan bu choch yasash shirkatlarining ishlab chiqarish sexlarida Lobnoylik kasbiy mahorat, ma'rif va tarbiyalash markazi deb atalgan lagerdan tarbiyalanib chiqqan Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligi isbotlangan bo'lsa, yana bir tarafdan bu odam chechini xam ashyo qildigan zavodlarga ta'minlanayotgan xam ashyoning lagerdagi tutqunlarning majburiy tushirilgan chochlari bo'lish ehtimolligi maydonga chiqqan edi. Xitoyning qonunsiz odam organi atkazchiligi haqida tadqiqot olib berayotgan Angliyadagi mutaxassis Ethan Gutman apandi Xitoyning Sharqi Turkistonda qurgan jazo lagerlaridan qutulib chiqqan 10 dan ortiq Uyg'ur va Qozoq shohidlaridan olgan guvohliklarda ularning Xitoy doiralarining o'zlarining chochlarini majburiy tushirib olganligini bayon qilganligini, buning tarixdagi natsistlarning Yahudiy jazo lagerlarida Yahudilarga qo'llangan tadbirni asıltadiganligini alohida tilga olgan edi. U bu vaqtdagi so'zida Lobda qurilgan choch zavodlari bilan lager shohidlarining aytganidek barliq tutqunlarning chechining majburiy tushirilganligini bir yerga akelganda ixtiyorsiz kishini Yahudi qirg'inchiligi davrida Yahudilar beshidan o'tkazgan qo'rqinchli ishlarni asıltidi. Haqiqatan Xitoy rejimining Uyg'urlarga qo'llanayotganlari hatto choch masalasidami o'xshashlikka ega. Ammo u davrda texnika va boshqa jihatlarda taraqqiyot hozirgidek bo'lmag'achqa, natsistlar Yahudilarning chechini yostiq va mashinaning choqi degandek narsalarga ishlatgan ekan. Ammo Xitoy rejimining Uyg'ur tutqunlarining choch va boshqa a'zolaridan iqtisodiy manfaat uchun foydalanayotganligiga gumon ketmaydi. Bu bakmo yirginishlik deganlarni bildirdi. Putin Rossiyaning yadroli qurol ishiltish belgilamasini imzoladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlatning yadroli qurol sohasi siyosati to'g'risidagi hujjatga imzo qo'ydi.
hujjatning mudofaa sohasida strategik planlash xarakteriga ega ekanligi, shundaqli Rossiyaning yadroliq qurollarni chekindirgich omil va oldini olish tadbirlari sifatida ishiltish planini o'z ichiga oldiganligi bildirildi. Hujjatda agar Rossiyaga yoki ittifoqdoshlariga qarshi yadroliq qurol va yoki keng ko'lamli qirg'uvchi qurol ishiltilgan ahvolda Rossiya mu yadroliq qurolni ishiltishga tayyorlandi. Buningdan boshqa yana Rossiyaga qarshi davlatning mavjudligiga tahdid soldigan an'anaviy hujumlar yuz bergandimi, Rossiya uningga yadroliq quroli bilan javob qaytaradi degan belgilamlarga alohida o'rin ajratildi. Hujjat yana agar Rossiya zeminiga yoki ittifoqdoshlariga ballistik boshqariladigan bomba bilan hujum boshlansa va dushmanlarning keng ko'lamli qirg'uvchi qurollarni ishiltadiganligi haqida aniq ma'lumot egillagan taqdirda yadroliq qurolga ega kuchlar Rossiya va qo'shin davlat zeminlarida faoliyatlarini oshirgan ahvoldami Rossiyaning yadroliq chekindirgich kuchini ishiltalaydiganligi qayd qilindi. Dushman Rossiyaning muhim ommaviy yoki harbiy muassasalariga mudohala qilgan ahvolda Rossiyaning yadroliq qurol ishiltishga tayyor bo'ladiganligi bayon qilingan hujjatda yana Rossiyaning yadroliq chekindirgich harakati doirasida ovozdami tez suratlik va lazer nurli qurollar bilan o'rinlashtirish qildiganligi hamda yana boshqariladigan bomba va uchquchsiz aeroplan hujumlarini yoshirin dushman harakati deb qaraydiganligi bildirildi. Hujjatda yana Rossiyaga tahdid shakllantiradigan harbiy unsurlar qatorida olam bo'shlig'ida boshqariladigan bombadan mudofaani sistemalarini qurish va o'rinlashtirishning borligi ta'kidlandi. Hujjat yana Rossiya prezidentining zarur tepilganda boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlarning harbiy siyosiy boshqarish organlariga Rossiyaning yadroliq qurollarni ishiltishga tayyorlanish qarori ma'qullaganligiga yoki ishlatganligiga doir ma'lumot beradiganligi ta'kidlandi. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 2 iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 22 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 32325 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 786 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 165555 ga yetganligini, bir kun ichida 22 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4585 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 974 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 633 bemorning kasalning og'ir ekanligini, qazo qilganlarning soni uzluksiz tuvanlaganligini, Xitoy virusi Turkiyada boshlangandan beri tekshirish qilinganlarning soni 2 milliondan oshganligini, virus bilan yuqumlanib salomatlikka asliga kelgan bemorlarning soni 130 mingga yetganligini, kesili og'ir bemorlarning soni barg'ansiri tuvanlayotganligini, bundan keyingi kunlarda qo'l pokizligiga diqqat qilish, maska taqash va ijtimoiy munosabatlarda orliq saqlash qatorliq tadbirga sal qarashga bo'lmaydiganligini, yaxshi tadbir yaxshi natijaning belgisi ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.